Assalamu alaykum, hürmetlik qarindoshlar, vatandoshlar, Sharq Turkistondan barliq muhacirat qarindoshlarimiz. Mening ismim Gülistan Aziz. Mening öz inim to'g'risida guvohlik berishni loyiq topdim. Bütün turmada yetayotgan, lagerlarda yetayotgan qarindoshlarimizni unutib qolmaslik uchun va ularni qutuldirish uchun azroq bo'lsin foydasi bo'lish uchun bu faoliyatlarga hamma qarindoshlarimiz atlandi. Shuning uchun men bu inim to'g'riliq xabar berishni to'g'ri topdim. Mening inim Asqar Bekri. Endi 22 yoshga kirdi. 1,5 yilning oldida savodoshlari, do'stlari bilan birga o'tirgan bir yerdan chiqib ketgan bitti, hech xabari yo'q. Uydagilardan savol so'rsam, uydagilar bu to'g'riliq savol so'ramagan deb ortiq gap qilishga bo'lmaydi. Sababini va hozirgi o'rnini qat'iy hech kim bilmaydigan. Bu to'g'riliq boshqa o'rtiq paranglashishga kuchimiz yetmadi. Shunga men bu inim endi 22 yoshga kirgan bu inim uchun guvohlik bermoqchi. Mening bu inim hech qanday qonunsiz qilmishi bo'lmagan, faqatla bir oddiy fuqaro bo'lib yashayotgan Sharq Turkiston qarindoshim. Bu inimning izlari yo'q. Sebepsiz adam tutuş her qanday dünyanın qonunini xilab biz bu solinayotgan, lagerlarda yetayotgan qarindoshlarimiz uchun ovozimizni chiqarishimiz kerak. Bundaq mayli izdirgin alayli, alamayli, natijasi qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar bizni tutqun qilingan qarindoshlarimiz uchun susmasligimiz kerak, chuqur ovozimizni chiqarishimiz kerak, o'zimizning qarindoshlar uchun bir guvohlik berishimiz kerak deb to'g'ri deb o'ylayman. Shuning uchun barliq qarindoshlarningki o'z qarindoshlari ichida tutqun qilingan yoki izdireksiz yo'qolib ketgan qarindoshlari bor bo'lgan barliq qarindoshlar davomli guvohlik berishni, davomli shu qarindoshlar uchun to'xtab qolmasligini va o'zimizning davosini rostga ishontirish uchunmi shu qarindoshlarimizninki behuda o'lib ketmasligi va behuda o'lib ketgan qinini yerda qo'ymaslik uchunmi bu kurashni davom qilishni tilayman. Hammaga rahmat.